Birinchi yil solgan uylaring zilzilaga o'g'nab ketdi, uning ustiga kuykangan qo'shnilaring birdaniga mehmonga chiqib qoldimi? Qayerga o'tirishni bilmayapsizlarmi? Mana tayyor hojima uylarimiz bor do'stlar. 6 metrligi bo'ladi, uyingiz yo'q sharoitda hammasidan bo'ladi. Mehmonlarni olib kelgizib, agarlar o'tiringlar do'stlar. Bari keng uyimizda bemalol sig'adi. Agar tillab ketgan bo'lsa, hammomlari ham bor. Bemalol yuvib oladi do'stlar. Devorlarning dekor plyasi bo'ladi, ikki qavatidan bo'ladi, tepetlardan bo'ladi. Tepalarning plastikidan bo'ladi, hattoki gilamlarni eng zo'ridan qilib beradi. Agar zakasalaring to'pek pollarigacha qilib berar ekan. Bu ish narsa emas. Uyingiz yo'q sharoitdagi dushlarigacha qilib bergan. Originallardan do'stlar ko'ryapsiz, chashkalari, mana bunday rakvinalari, arisollari bilan qilib beradi. Agar mana shunday tayyordogi hammomi bor uylar keraksalang, narxi 2450 dollarga bo'ladi. Menga hammom kerak emas. Tayyor o'zi keraksalang, atigi 1750 dollarga qilib beradi. Dastlabki vodinisiga mutlaqo tekin bo'lar ekan. Menga tayyor konteyner o'zi keraksalang, atigi 900 dollarga dastlabkasini vodinisiga qilib beradi. Kimga mana shunday uylar kerak bo'lsa, bemalol zakar olsin. Xohlasan do'kon, xohlasan ofis qilinglar, xohlasan dalaga olib borib chaylar qilinglar. Eng zo'rdan bo'ladi, xohlasan televizor, konteynerlar bilan qilib beradi. Faqat narx qo'shilib qoladi. Bizning kanalni olishingizdan chiqmasin. Bemalol akalarimizni mazza qilib o'tirib